Hurmatli qadrdonlar, xudo xolasa biz Baxmal bilan Zominning chegarasida elegantni yangi ochilgan restoranimizda o'zini dachasi bor. Elegant dachasi xudo xolasa bu yil qurilishni boshladi. Bemalol kesalaringiz yozgi dam olish qilib o'tirsalaringiz bo'ladi. Hozir blogerlar bilan ham kichkina o'g'lim tug'ilgan kun edi, oilam bilan kelib turib dam olishni niyat qildik. Xudo xolasa sizlarga atrofda bir tanishtiraman. Bemalol kelib turib maza qilib dam olsangiz bo'ladi, chunki Baxmalning eng oxirida bo'lganligi uchun havolari vobshe dahshat, saya salqin. Hozir quyoshda turgan bo'lsa ham Hollarda hozir 46 daraja issiq, lekin bu yerda hozir mazza to'g'risi bir odam ko'ngliga yoqadi. Xudo xolasa tepalarni, atroflarini bir aylantirib manzillarni tushuntiraman. Agar manfaatli bo'lsa, pastki nomerlarni qoldiraman, telefonga bog'lanib kelsangiz bo'ladi. Bu yil yangi bo'lganligimiz hisobidan narxlari ancha boshqa yerdan arzon qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa boshladik. Mana endi xudo xolasa Sanjar ukamiz jarkobni boshladi. Men ham pachimga bitta pomidor tushirib yubordim. Mana ko'rib turganlaringizdek voy pishgandan keyin yana bitta qilamiz. Xudo xolasa kechqurun. Endi eng ajoyib joylardan bittasi Cho'qburgir nomida mashhur oshpazimiz Sanjar, ko'rib turganlaringizdek. Bugün Abdullah 6 ga kiradi, tug'ilgan kuni. Shuni nishonlash uchun keldik. Joyimiz suvni yonida, suv bo'yida mana. Ayollar ham, bolalar ham kelsa mana bu yerlarda xavfsiz bemalol hozirgi paytda cho'milsa ham bo'ladi. So'rilarimiz anchagina, daraxtlar ostida ham bor, bezda ham bor. O taraflarda ham anchagina chorvalarimiz bor, kempinglar. Mana bu xolasangiz mana bu joyda suvni bo'yida narsalaringizni qo'yib qo'yasiz xaladelikda. Karavotlarimiz suvning ustidan o'tgan. Bu yerdan o'tadigan bo'lsangiz tepada ajoyib bir yalmog'iz uyi deymiz. Shunaqa joyimiz bor. Ko'rsalaringiz g'oyib bo'lsa, oqshom yotsalaringiz ham bo'ladi. Hozircha 2-3 ta kishilik joylarimiz taklif qo'yilgan. Bizni ayollarimiz bu yoqda. Ko'rib turganlaringizdek juda ham ajoyib joylar. Mana bu yerda o'zimiz o'g'il bolalar, erkaklar bu yerga joy qildik. Ayollarga yoqa joy qildik. Onamlar, xolamlar kelgan mashinalarga mana bunaqa ajoyib so'rlari ham bor. Hozir yaqindan ko'rsataman. Keyin mana bu karavotlarimiz bor. Mana ko'rib turganlaringiz yoqda ham bor. Dadam o pastda dadam kelyapti. Cho'miladigan joy bor edi. Odamlar mazza cho'miladi. Hozir biz ham borib xudo xolasa cho'milamiz. Endi ko'rib turganlaringiz shunaqa joylar. Endi atrof yam-yashil, dahshat. Hamma yoq cho'l yotgan payti Baxmaldagi bu joyimiz yam-yashil, o'tlar tiza bo'yi. Abdullah to'p, o'shaman, akasi to'p, endi yosh bola to'p o'ynash kerak. Kafillarimiz xudo xolasa bitta mashinalarni kirgizib qo'ysangiz mana bu yerda salqin bo'lib turadi tepasiga. Hali hech qayerda qilinmagan va ishlarni qilib qo'ydik. Soya salqin. Hozir bu yerdagi turgan joyimdagi shamol bilan salqin havoni sizlarga ta'riflab bera olmayman. Xudo xolasa dvijokda kechqurun to'klar bor. Mana bu narsalarni hammasini taxlab qo'yamiz. Xonalarni ko'rsatadigan bo'lsam, uje xudo xolasa biz bugun xonalarni, ya'ni yotib qolib turib kechqurunga mana uni sizlarga ta'riflab beraman. Mana bu terilgan mana xona 4 kishilik joy. Bugunchalik endi sal ko'p bo'lganmiz. Shu mana yerda yottirsak bo'ladi, lekin tashqarida yotishga havas qilyapmiz. Aytishicha tashqarida sovqatib qoladi. Tashqarida so'rida sovqatib qolasizlar deyapti. Yo'q deb biz bormoqchimiz. Bu yerga mana hayvonchalardan quyonchalarni qo'yib qo'ygan mana bemalol deb bolajonlar mazza qilib bo'ladi. Quyonimiz bor. Mana bunaqa xonalarimiz ham bor. Xudo xolasa bular yaqin kunlarda bitib qoladi. Pastga nomerlarni oxirida kommentariyga yozib ketsam, bemalol murojaat qilib, ahvol bilan tanishib, yotib ketsalaringiz ham bo'ladi. Hamma sharoitlar bo'ladi. Abdullah har doimgidek to'p o'ynashni orzu qilyapti, lekin hech kim bu bilan to'p o'ynamayapti. Hamma charchab kelgan, mazza qilib bu yoqda onamlar dam olish bilan ovora. Hozir sizlarga eng mashhur joylarda mana shu tepalarida mazza qilib yurasiz eng zo'r joyi. Mana bu yalmog'iz uyi bilan mashhur bo'lgan joy. Bundan bir oy oldin kelib ketgandim. Xudo xolasa yana aylanib chiqib, bu taraf tepalari va pishma manzara, havo kesalaringiz bo'ladi. Dadam mana yerda turibdi. Videolar olyapti.
ko'rib turganlaringizdek shunaqa ajoyib joylarga endi oh shamol endi shamol o'zi sochim yo'q shunday ham ko'rinyaptimi yo'qmi shamol uchirayotgani shunaqa zo'r joy endi вообще maza qildi mabodo kun isib ketsa endi unaqa bo'lmaydi isib ketadigan bo'lsa mana shu yerga qo'yib shunda uxlab olsangiz o'zi ham zo'r hozirgi kunda G'allaorolda 46-50 daraja issiq bugun 18-iyunli Abdulloh o'g'lim tug'ilgan kun 6ga kirgan shuni munosabati bilan shu yerda nishonlashga qaror qildik baraka topsin xo'jayinimiz ham bugun sizlarga tekin dedi bir bozaq dam olib keyin ochilishiga dedi xursand bo'lib turib bolalarni ikkita bloger ham kelayotib qo'shib olib kelaverdim ya'ni G'allaorol o'z va Sanjar Jizzax Sanjar G'allaorol profili egasi bilan shu yerga keldik manzara lekin juda ham dahshat mashinchalarimiz soya salqindan maza qilyapti Sanjar mana va nihoyat o'g'limiz bilan o'ynash imkoniyatini qo'lga kiritdi xudo xolasa Abdulloh Esonovning top teo bo'lsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi mana yerda hamma uchun kerakli hojatxona ana tog'da qaranglar manzarani voy ana o'rmonni tagida joylashgan joy bu orqa tarafdan ko'rinishi va ishlar eng oxirida desam bo'ladi hozir barabar mana bu yerda lekin odamda bo'ynidan keladigan chuqur joy bor ekan buloq suvi bo'lganligi uchun joni qilolmaysiz cho'milolmaysiz sovuq deydi lekin bolalarga aytib ko'ramiz cho'milish niyatimiz bor lekin mana shu yer lekin so'r ekan buloq suvidan bo'lgan basseyn tagi loyiqalar ketishi mumkin mayli undan ham zo'r narsasi boshqa dachalarda yo'q narsani ko'rsataman sizlarga bu yerda zo'r tarafi bunday shag'alchalarda yurib kelsangiz bu yerda hozir ichadigan suv bor ekan mana buloq suvi chiroyli qilib yo'l ochib ona qo'yib qo'ygan ko'rinib o'zi mana buloq suvi qani beringchi qizim qani ketib qoldi mana olib turib xudo xolasa mana meni avval qizim shunday qilib qo'lini ko'rsatma bismillah meni olib qizim bismillah muzdayligini qara agar shu muzday bilan u buloq bir xil bo'ladigan bo'lsa 100% hech kim cho'milolmaydi juda ham muzdaylik xuddi xolodilnikni muzxonasidan suv chekkandek bo'lasiz aniq bunaqa suv faqat shu xolodilnikni muzxonasi bo'lmasa mazza kelinglar lekin kelganlaringga pullaringga ham ishlaring achmaydi agar oila bilan kelsalaring voy tot deb o'rmasalaring aytasizlar lekin joyga gap yo'q sizlarga ham yoqayaptimi hech qayerda yo'q bulut bu yerda bor kecha kelganimizda issiqda kelsak ham bu yerda jala yog'uvdi videolarimiz bor xudo xolasa endi kelinglar hammalaringga ham tavsiya qilaman chunki birinchidan toza havo ikkinchidan narxi arzon sizlarga tavsiya qiladigan joyim mana shabada zo'r estirib ko'rgan bo'lsalaring daraxtlar gullardan ko'rsam bo'ladi o'sha quyoshda ham mazza qilib yurasan davlinasi borlar qon bosimi yuqori bo'lgan onalarimiz otalarimiz bo'lsa bemalol kelib turib mana shu yerda yotib kelsa ham bo'ladi joylar o'zi 2 kunda hal bo'ladi o'zi ikkita joyimiz tayyor bo'lgan kech kun yotamiz qolganlarni tayyorlab qo'yadi chunki yangi bo'lgani uchun basseynlarimiz bor tavsiya qilaman mana bu salqin boshqacha bo'ldi bu yerda Abdulloh quyon bilan o'ynayapti buni quyon bo'p nima yeyapti bu Abdulloh o'tibdi qo'ling tishlamayaptimi nechiga kirding Abdulloh 6 quyon 2ga kirdi Boshida akasi mazza qilib uxlashga harakat qilyapti. To'g'risi uxlayman degandim. Oldingizda do'stlar bilan kelganda ertalab kelgan bo'lsa uxlasam, abetdan keyin 2 da turgandim. Muhammad degan Nursultonning mashinasi. Sanjar anada ovqat qilyapti, yotgan joy, qara soya joyi yotmoq.
salqin Namazda. Nursulton topchiqni qaytibdi, kechqurun yotibdi. Ana shunaqa. O'sha joyga kechasi chiqqandim, yana chiqib bo'lamiz. Tavsiya qilaman, judayam bir haqiqa bo'lgan. Agar bitadigan bo'lsa, aniq turistlarni, muxlislarimizni hammani sevimli joyiga aylanib, o'sha yerda yotib dam olishni orzu qilib qoladi. Borganimizda. Men Nursultonni izlab yuribman qayerda deb. Uni yotib olgan joyini qarayman. Rakchani otib uxladi. Bunaqa joyda faqat uxlashga kelasiz, to'g'risi. Shuning uchun yotishga kelsalaringiz, mazza qilib uxlab, keyin kechqurun tepani aylansalaringiz bo'ladi. Manzaraga gap yo'qmi? Uxlaydigan joyda Nursulton shunaqa joyda. Ayniqsa suvni shirinlashlariga besh kelsangiz bo'ladi, hozir suvga kechib ko'ramiz. Topda suv ichsa bo'ladi, lekin ichmasdan saqlaydi boyagi buloq suvini. Aytyapman, bunga mana bu iliqroq oyoqlarni botirib, mana bunaqa tapchikada kelsangiz, mazza qilib boyirib, suvni ovoziga qaranglar. Yoqadi-ku. Mabodo baliq oviga qiziqadiganlar bo'lsa, bu yerda marinka serob, marinka qarmog'ini olib kelib turib, qayerda ushlashni marinkachilar o'zi juda ham yaxshi bilishadi. Mana shu taraflar chekalari to'la baliq ushlab, marinka ushlasalaringiz ham bo'ladi. Ayni suvning ustida xohlasangiz karavat ko'tarib, tashlab o'tsaringiz ham bo'ladi. Nursulton xurrak charmatyapti. Lekin suvdan oyog'ingiz chiqarg'ingiz kelmaydi. Voy, qanday joylar, shu yerlarda uylarni qurib yashab qolsanglar. Top, haqiqiy top. Abdullah'da ularga necha ishlar. Lekin top haqiqiy. Hali eski top, og'ir. Xo'mas. Yetishmi Abdullah tepadi. Yana menga qarab ketdi. Oyog'ida hali ham pastdan oshgan. Tep dedi. Mazza shunday. Mazza. Shundan foydalanib mana bu yerda supurib shu yerga joy qilmoqchiman. Chunki bu yoqda turib, quyoshda qizig'ida o'tirgandan mana bu yerdagi shamol juda ham yoqayapti. O'zim qaytara olmay qoldim. Ayamlarga shu yerdan joy qilib bermoqchiman, o'zim supurib tozalab. Shu kecha bitgan sarxillarimiz shunday joy tayyorlab beraman, xudo xolasa mazza qilib o'tirishadi. O'zmi? Yo'q, otishdan oldin bitta muzikani qo'yingchi. O'sha bir chiroyli bo'lsin-a, unda ketib boshladik. Kavla buni. Vay. Mana ketdi. Muzikalar sadosi ostida, tabiat qo'ynida boshladik.
Oh, oh, oh. Oh. Hamma boyligi ostida ekan. Ha. Faqat kartoshka yeymiz dedim, ozroq bo'shab qo'yishsan yaxshi. Vay vay vay. Oh, 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 oh. Ana. Ha. Birovlar kartoshkani yaxshi ko'radi, go'shtni yoqtirmaydi. Nursulton uyquni urding ha? Qanday tog'di ekan? Mazama? Navbat meniki deydi. Ha, endi sepaga chiqib kelsa kechqurun uxlaydi endi birodalar. Hozir uxlasang keyin uyqu kelmaydi-yu. Buni ikkita nariyoqqa olib borsak. O'zimiz shu yerda o'tiraveraylik. Ha, o'zimiz shu yerda o'tiramiz. Ketdikmi? Aha. Ana ovqatimiz ham tayyor. Chiroyli joyda, haqiqiy dala qo'ynida dehqonchasiga Sanjar Nursulton Muhammad yana ovqat suzayapti. Mana shunaqa ketadi lekin. Ana bir So'rini orqasi soya joyga o'tirib oldi, chunki eng yoqadigan joyga o'tirdi. Yaxshi terlagandan ko'ra. Barabar ana mana issiq. Ana yoqimishdaqa boshlaylar. Yo'tal qo'yib, oyog'im suvga tushib. Nasibmi? İşlegan emasmi? Bismillah. Sizlar esa ozroq dam olib turinglar, keyin boshqa yerga boramiz. Hozirgina buloqning boshidan kelyapmiz. Tepada mana bu ajoyib buloqcha tog'lardan orasidan kelyapti. Manzara lekin juda ham zo'r. Mana nihoyat o'rmonning ustiga chiqdik. Endi asta sizlar bilan dachamiz tomon qaytamiz. Bu yerlar hammasi shu elegant yangi dachasini joyi hisoblanadi. Farzandlarimiz maxitoni chiyib asta pastga tushib ketyapti. Tak, bunday qilib qo'yamiz. Abdulloh. Ko'rib turganlaringizdek, buloqning ovozi juda ham zo'r. Xohlasa sepadan chiqib tutsangiz ham bo'ladi. Tog'ning ustida shunaqa joy bor. Hozir bugun ham juda ham ko'p odamlar keldi. Pastda biz bilan o'tirishmoqchi bo'ldi, chunki hozir yoz aynan elegant degan joyimiz soyning bo'yida bo'lganligi uchun hamma shu soyga juda ham qiziqyapti. Ko'rib turganlaringizdek, o'sha soyga tushgan, tepa taraflarimizga quyosh chiqyapti. O'sha tarafdagi dachalarga uncha odamlar bormayapti. Birinchidan suvdan uzoqroqda issiq deyapti. Ikkinchidan bir quyosh tushib turadi, soya kamroq bo'ladi. Bizda esa uni aksi, shuning uchun o'sha joy tortayapti. Agar kelsalaringiz, xudo xolasa, bu yerda katta qurilish bo'ldi. 3 ta boyagi vagonchamizni chiroyli qilib taxlab qo'yadi. 20-avgust shu atroflargacha sezon bo'ladi. Bilasizlar, keyin maktab boshlanadi. Keyin asosda kuzgi qishki sezon keladi. Lekin hozirgi paytda mana soat hozir kechqurungi 5:06 bo'lyapti. Soat 9 ga quyosh botadigan bo'lsa ham ko'rpagalari manzara juda ham dahshat. Qarab yana orqamiz uni soydagi ertan qish bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda agar qishda yo'llarni sozlab qo'ysa, mana shu yerda mazza qilib pastga qarab chang'i chanada toysangiz bo'ladi. Mana bu yerda albatta yolmag'izda uyi bor. Uycha orqang bilan o'rmonga olding bilan menga qarajasalaringiz, uycha qimirlab sizga qaraydi. Bitishiga ozgina bor. Asosiy kuchni pastga berganmiz.
Va shunaqa uychalarda yana ko'proq qurib qo'ymoqchimiz, xudo xolasa. Mana bu yerda buloq suvi ketgan mana. Ayni qishda mozasa zo'r bo'ladi. Daraxtlar archa hidi, yovvoyi archani sog'inganlar bormi? Mana bu giyohlarni ichsangiz, Paulina shunaqa narsalarga foydasi bor. Kasalmisiz, boshingiz og'riyaptimi, davlinangiz bormi? Kelsangiz bu yerda bir o'zimda yo'q bo'ladi. Oyog'i og'riyotgan xolam, mana uychaga kirib ketdi. Bu yerga kelib turib, hozir tepaga chiqyapti. Tepa ham juda ham balandda, ha? Asta yuramiz ketamiz. Tasha, buni bilamiz. Mana opachang olta musir bor o'sha yerga tashlaysan. Mayli deb, uni tepma nima qilasan oyog'ing? Unaqa ko'p teginma. Mana bu qushlarni tepay, chumonimi, qanaqadir hasharotlar tepayma deyapti. Unaqa juda ham ko'p bu yerda. Hamma. Tushdimi? Malades. Mana qizim toyib yiqildi. Mazza qildingmi qizim? Shuncha ko'zga qarash kerak-da. Hozirroq dam olib chig'ilib olsang, keyin yaxshi bo'lib qoladi. Mana bizga qarang deganda ichkaridan chiqdi. Mamajon, pechangizda nima bor dedi-ku. Ana pechkaga yoqadigan bo'lsangiz, loyihani kirgizib yuboramiz. Aytadi-ku, uycha orqang bilan o'rmonga olding bilan menga qara dedi-ku. Menga qara. Ana yara go'zal. Menga qara deb janjal qiladigan joy. Mana shunaqa, ha? Bu nima qatadasiz? Bu shunaqa. Mana hop, hozir xolamni rasmga olamiz. Ding. Ana bo'ldi. Mana bu yoq bizda pastga dachamiz. Masalan, bular hali tasavvur qilgan ancha narsa quramiz. Bu yerda yog'ochlar ancha narsa yotibdi. Mana u bizda pastdagi shu dachamiz. Mana ko'rib turgan bu yilda hisobidan 1, 2, 3 ta uzun 9 metrlik, 12 metrlik vagonlarning ichini yevro qilib qo'yamiz. O'sha quyosh yoqqa tushib bo'ldi ana. Uydagilar turib ketib, ichkari kirib ketishganga o'xshaydi. Stollar, mashinalarimiz turibdi mana. Mana shu yerda pastlarda, mana shu hech qayerda mana bunaqa yo'q. Kesalaringiz maza qilasiz. Dorivor giyohlar ostida endi asta pastga tushyapmiz. Odamlar ham chiqib kelishyapti. Buni o't, chiroyli. O't. Chiroylimi? Chiroyli. Sizga yoqdimi? Abdulloh bugun nechaga kirdin? 6ga. Mana ham ko'p odamlar chiqyapti. Buloq suvini pastga olib kelyapmiz biz. Bunga boshqa. Shunaqda. Yo'qda otaxonlar. Mana. Ko'rib turganlaringizdek pastda ayam soya tushib qoldi darrov. Mana yoqda quyosh, bizda soya. Zo'r joy. Mazza-ya, yoqda quyosh, bizda soya. Akalarimiz asta tepaga chiqib ketishyapti. Sayohatchi boshqa dachadagilar ham aynan bizning joyimizga kelib turib, mana shu joylarga kelyapti. Zo'r. Bu tarafga yuringlar, yoq zo'r. Tepasida buloq ham bor. Manzara zo'r yoqda. Qayerdan kelyapsizlar? Mana Sirdaryodan akalarimiz kelyapti. Xolam ham charchadi, o'tirib dam olyapti. Asta kiyimlarni yoyib qo'yib cho'milganlar. Mana. Mana biz joylarimiz. Bizlar mashq qilib yotdi. Sen olaman. Hop bo'ldi, bunday qilding-ku. Kamerada. Hech qachon. Abdullohlar, Muhammad otasi bilan soya joyga asta chiqib o'tiryapti. Xudo xolasa zo'r joy. Yoqda
Chiroyli dacha bor yonimizda. Mana ikki tashga buni. Shu yerda muzika ketyapti. Bu yerlarda manzilni aytib o'tadigan bo'lsa, Boyqo'ng'irda eng oxiri bizlardan keyin ozgina yursa o'sha chegara deb yozib qo'yibdi. Oxirlariga kelsalaringiz, u yerda mana bunaqa 4 tami dachamiz bor. Shuni qarama-qarshi yo'lda bu yoqqa tushib kelasizlar. Mana bu uzoqdan ham ko'rinadi bu tarafdan kelishda. Va ishoniga yopilgan nomi ham kelmay qoldi. Pastga tushsangiz endi bu yoq dahshat. Suvlar, daraxtlar, soya salqin. Xudo xolasa endi shashlik qilamiz, lekin obedlarga ovqatimizni anchagina ortib qo'ygan. Ko'ramiz, nima nasib qilsa o'shani yeymiz. Kechqurungi natijalarni, manzaralarni bir tavsiya qilardim, ko'rsalaring maza qilasizlar xudo xolasa. Asta-asta xolamlar tushirishadi. Oyib. Nihoyat pastga tushib oldik. Dadam chiqdi. Bu yoqda blogerlar tarvuzxo'rlik qilishyapti. Taniganlar bo'lsa yozib olasizlar. Mana Jizzax haqiqati Allaral uz Telegram va Instagram kanali asoschisi Nursulton. Dadam bilan asta suv bo'yiga kelyapmiz. Endi manzara yaxshi bo'ldi. Dadam ketyapti. Suvga osib qo'yganmiz go'shtlarni, qovun tarvuzlar bu yoqda. Tagi to'la napitka. Napitkalar bu yoqda mana hammasi bor. Paketda oy. Ey, o'lishni boshlar. Suv bo'yida bunaqa muzasida yuvinish ayniqsa issiqroqda yoqsa kerak. Qalay dada? Ayağım yaşıtıyor. Yaxshimi? Tarvuz ismi. Yuring blogerlarni oldiga boramiz. Ko'rib turganlaringizdek manzara dahshat. Eng chiroyli o'choqlarimiz bor. Qo'ralarimiz bor, yostiq, ko'rpa, to'shak hamma narsa bor, yangi qilib qo'yilgan. Yangiligini ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana Alloh eng katta blogerlar ko'p yeb ichib hamma yoqda qo'qitib o'tiribdi. Ayya, tozalar ekan, tozalar. Yo. Achimadi, sevishga bor. Mana bu yoqda bolalar voleybol o'ynashyapti. Sudaraman dedi, tepadagisi yana qayerdandir juda ko'p odam kelgan. Mana mashinalari. Cho'milish zo'r bo'ldi. Cho'milishga gap yo'q lekin. Dadam voleybolga qiziq ketdi. Bor o'ynab kelasizmi? Yo, o'zimiz ham to'ppa o'ynaymiz desak. Ko'p yerda kelgan. Sudaradamiz dedi, qayerdan deb so'ramadim. Manzaraga gap yo'q. Yosh botishi. Shunday. Kimda? Nimasidir bor desa. Men bu yoqda ham 2-3 ta yurtlaydi, tepaga chiqib ketyapti. Mana akalar. Mana bu yerda ham bir chiroyli 17 ning zoomini ko'rsataman sizlarga yani. Ichkaridagi odamni ko'rsa bo'ladi. Hoppa. Mana. Gap yo'q. Go'shtning lahim joylaridan olib qo'yadi. Bundan tashqari tovuqlarimiz ham bor. Mashhur G'allaroldagi Shashlikpa. shashlikcha oldi bilasizlar bu Cho'x burger nomi bilan mashhur lavashlari juda ham zo'r edi.
Keyinchalik Shunda tikkalaymiz aka, cho'qburga edi. cho'qburgili yana bo'ladimi? Bo'ladi. Sanjar o'zining maxsus o'zim chiqib beraman shashliklarim deyapti. Ikkita tovuqchani issiqda mo'ljalga olib turib, marinarovka tayyorni olmadikda o'zimiz marinarovka qilib qiladigan bo'ldik. Mana bu yerda esa shashlik.uz degan umuman aloqasi yo'q Nursulton. Qora mehnatda har doim biz o't yoqish, meni bo'ynimda. Balani yepsan, birinchisi bu. Shu paytgacha hech nimani qilmadim. Mana bo'ldi, hozir videoga olaman, shashlikni yoqib, tutatib, sassigan shu bo'ladi. Olovini, to'pini o'zim tayyorlab. Bo'ladi, ko'p yoqmanglar yetadi. Bo'ladi. Ulug'bekka faqat yeyishga sherikda. Men shuncha kelganman-da. O'zbekning kichigi har doim to'rda degan maqol bor. Bilasizlar-ku, davomi esimda yo'q. O'zbekning kichigi eng kuchlisi deyman, shunaqa deyiladi-ku maqolda. O'shanaqa taga yozib ketasizlar maqol to'lig'ini. Mana, xudo xolasa ana ota-onalarimiz mazza qilib dam olishayotibdi yerda, bizni kutib, qachalab tursa. Mana. Mazza qilib o'tirishdi dam olib. Yo, hali tayyorlab bo'lgan yo'q marinarovkani. Ishlarni qo'lga olasizmi? Ana. Davay boshladik. Qani bizga o'zini mahoratini oshpazimiz Sanjarbek ko'rsataman deyapti. Bu keraksiz joylar. Bu ham keraksizmi? Eng shirin joylar bosmi? Alohida chiqib beraman xolos. Grill qilganimizda shularni odamlar rosa moy oqtirib yerdi. Buni tovuq ko'rmasin. Dam olishga kelmay qo'yadi. Tovuq menzer men ana yeyman. Mol go'shtini. Qanday mol? Mana o'zi aynib boshladi. Biz mol go'shtimiz, tovuq go'shti uncha yoqmaydi-da menga. Yeyish turganish kerak. Endi pulingiz ko'p, reklamangiz ko'p, g'allarada nomer 1 bo'lib oldingiz. Endi ovqatni tanlab boshlayapti. Oldin hamma narsani yerdi. Nima bo'lsa menga beringlar deb. Yo'q, hozir davr o'zgardi. Menimcha boylar shunday o'zgargan bo'lsa kerak. Shunaqa boy do'stlarimiz bo'lgan bo'lish kerak. Oldin hamma narsani yeydigan, hozir men tanlab yeyman deydigan bo'lsa kerak. Oyog'ini chiqar. Ham kerak bo'lsa kerak. Ha, adashib ketdim. Yo'q, qo'y. Kerakli joy. Hayajon bosdi hozir. Videoga chiqmayman kuncha. Mayli, Allohga, bizga tavakkal. Hammasini yeymiz, biz uchun taom. Bundan tashqari bizda obedda qilgan ovqatimiz ham ortdi mana shuncha go'sht. Bismillah deb. Mana shu yerdan boshlasam xafa bo'lmaysizlarmi? Shu yerdan mana. Bismillah. Ulug'bekka mollar domda, bu yerdagi fotoga qo'y mol boqsa 330 zo'r ekan-da. Nima deyapsan? Molning shoxigacha ko'rinadi. Bu ayvon o'ynatdi-ku. Ha. Nechta mol kerak? Ko'ryapti? Haqiqatan mol zo'r. Mollarni bu yerdagi sutini ichsa, haqiqiy dorivor o'tlardan qilish baxmalli mollariga talab juda ham kuchli. Malibu? Ha, deyapti bu ketib qo'yadi. Sanjarga kishiga respekt, baho berib qo'yasizlar. Kesti go'sht. Deyapsam. Tovuqdan mana shuncha mardirovga chiqyapti. Xolasa ikkinchisini oz to'g'rab boshlaymiz, yomon emas, normalmi? Men mana lekin mashina odam mazza qiladi, xudo xolasa. Ertaga ortib qolgan hamma kelishilgan holda uyga olib ketaman. Ularni yeb ko'rishda men tashlab yubormayman. Barni sulton tovuq yemaydi. Qozondagi ovqatga teginarki yo'q. Go'sht qo'ydilar. Ha, qozondagi ovqatga teginmanglar. Bu birov qolgani bilasan-ku. Svejimiz. Xatana qara xatana. Nimadir xata chiqyapti. Lekin tabiat boshqacha baribir. O'sha ayam 3 karni videoga olib boshladi. O, oltita chibillar ham uchib yuribdi. Oltita emas, bizning oldimizda yaqin ko'rinyapti. Ana.
O'sha quyosh botayin deb qoldi, yo'da ozgina yuqorida qoldi ko'rinishi. Qolganlarda quyosh qolmadi. Archazorga endi vaqtni yaxshi. Qad yoqayapti-ku, suv bilan rayhon bor oldimizda, archa bor. Bunaqa tabiatda faqat shu issiqda charchagan paytlarimiz bilishimiz kerak. Bundan yuvmoqchisiz hozir. Qizillik. Ha, qizil suv bor. Ana. Mana. Nimanidir hidi chiqib sezdingizmi? Ha, hamma taqida bor bu yerda. Kiyapti, qo'y. Mahalda ko'plardan kelyapti. Mush. Voy, Nursulton qayergadir borib. Achiydi ekan. Achiydi ekanda. Voy. Joni botib Zerikadi bu. Shashlikni qilamiz, shashlikni. Hali shashlik qilamiz. Ko'rmanglar. Raholasa. Shashlik. Yerda Portakota bezim qo'ysa. Bezim qo'ysa portakotaga ning. ana. Oddiy. O'chiradi. Yo'q, oddiy ekan. Analar ovoz yo'q qo'yilgan. Faqat tog'ni bo'yida suv kelyapti. Mana shu joyda shashlik pishirib yeyish mazza bo'lsa kerak, ha. Sanjar akam shashlik sixlayapti, go'sht tayyor bo'ldi. Nechta chiqadi Sanjar aka go'sht ana tovuqimiz? Taxminan 8-9 ta chiqadi deyapti. Sanjar akamiz sixlayapti. Bu tomonda Ulug'bek aka anaga cho'q tayyorlayapti shashlik pishirishga. O'zi pishirib beraman deyapti. Cho'tki bo'ladi. Kuydirmasdan pishirib berasan, yiya olamizmi, xudo xolasa? Zo'r bo'ladi. Tabiatga bitta baho berib qo'yasiz. Cho'q yo'q, bu tarafdan ketyapti. Mana xudo xolasa endi yonadi. Tagida cho'q bor, ustiga ko'mir qaladi. Xudo xolasa yonib, Uxlab bo'lgancha men cho'q tayyorlayman. cho'q tayyor bo'ladi deyapti. Mana bu joyda tog'da tagida xudo xolasa mazza bo'lsa kerak, tabiat qo'ynida shashlik pishirish, ha, Ulug'bek aka. Mana ko'mirni qidirasi sog'ingan ekan, mana shu yoqayapti. Ustimga urib qolsa ham mayli. Kelinglar shashligimiz. Oxirida yaxshi pishadi. Qanday yaqinlashtirib
Ahırda. Azor, çok uzun. Mana biz Baxmalda, xudo xolasa, tashishlarni boshladik. Birinchisiga tovuq, keyinchisiga mol go'shtidan piskavoy. Ha, kirdi. Nechi bo'ldi soat? Soat bo'lmami? Sanoat, haftaga birinchi bo'ldi. Nechi bo'ldi? Nursulton piyoz to'g'rayapti. Bizni shashikamiz esa ko'rib turganlaringizdek pishib qoldi. Mana bu haqiqiy havo. Bu narsa uncha qimmat emas. Bunga ishtahani ochib, boy ishtahani bo'lding deyish kerak emas. Bemalol dachalarga chiqsangiz, hozirgi kunda Allohga shukr, Baxmaldagi dachalarimiz ham juda ham arzon bo'lib qoldi. Uylarning ichiga kirib olib, Toshkentdagi dachalarga borish shart emas. Sababi o'zimizda Baxmalda dalani o'zida toza havoda archalar, tog' o'tlari, shunaqa joylarda o'tirib, toza havo, salqin, pashsha yo'q. O'tirib, o'zingiz pishirib, oilangiz bilan mazza qilib ketsangiz bo'ladi. Mana shu o'zimizning elegant restoranimizda yangi dachasiga sizlarni taklif qilib qolsam bo'ladi. Sizga bunaqa katta basseyn kerak emas. Voy cho'mildik, afsuski video olmadi. Shunaqa joylari bor. Shuning o'zida mazza qilib hozir buloq suviga cho'milsangiz bo'ladi. Birovning turib qolgan suvidan ko'ra ancha tanaga kuch bag'ishlaydi. Xudo xolasa ertaga bugun dam olib 9 da kelsak, tongda yana bitta mazza qilib cho'milib, yo'lga chiqamiz. Oh. Na Sanjaram keldi, xudo xolasa. Sanjar pishdi, xudo xolasa. Nima deysan Nursulton? YouTube'da 1,5 million. 50 ming soat. Ha, 1,5 million deb, 50 mingta. Oshdi 50 mingtadan xudo xolasa. Pishib ketdi aka. Ha, pishdi bu. Yo'q bo'lib ketgancha pishiramiz, nima deding? Xudo xolasa kelinglar. Qancha? Nechiga kirding? Ha, bo'ladi. Ozgina bizga qoldiring bo'ldi. Hozirga yetmay qoladi. Yetami, yetmaymi? Mana. Video ham ketyapti. Ha. Kechqurun bo'lib qoldi, shom kirdi. Mana Nursulton. Azab shashlik Xudo xolasa. Ha, yur ko'ramiz. Ya, yur. Nimani? Ber Abdullohga. Ovqat yeb ol, keyin o'ynaysan, bor. Shash kelsin, keyin yeysan. Tez bor. Ana. Ha. Yo'q, yana yeysan, obetdagi bo'lmaydi. Hozir yana yeyishing kerak. Ko'p pala yesan, keyin ana. Mazza qilib mana o'tiribdi. Ana. Yoqimli ishtaha. Nayjon. Yana joyimiz bor, o'zi yana pishiramiz-da. Yana pishiramiz. Endi molnikini pishiramiz. Ayam, xolam qanday holat dam olasiz? Havo yoqayapti. Issiqda yaxshi, boshingiz og'rimayapti? Mana biznikilar. Ya, Muhammad. Yo'q, qara, yana pishiramiz, qorong emas. Moshinchalar biz yana hozir bu yerga lampochka yoqadi. Qolgan shashlik pishirib, keyin kelib shu yerda o'tiramiz. Sizlarga yoqimli ishtaha. Bu tovuqlar kelsa kerak endi. Ana ortgan go'shtlarimizdan oltisi chiqdi. Qolgani bu ovqatimizni ham o'sha qozonda o'ziga, ya'ni bemalol pishirsa bo'lar ekan. Shashliklarni ham Sanjar Cho'qburger ishtirokida zo'r ketyapti ekan. Bak qolib dedim, yeb qo'yar ekansiz. Mazza qilib cho'milib yursangiz, yugursangiz, bu yerda o'yin o'ynaysiz, shu bilan mazza qilib qorni ochqab yeb qo'yib, xudo xolasa kechqurun ajoyib o'yinlarimiz bor. Shularni bitta o'ynasak, xudo xolasa keyin dam olsak bo'ladi. Mana Sanjar. Mana Sanjar, meni ham olib qo'ying. Hamma qator qiziqaman-da. Shashlikda o'zim chaqirsalar, shashliklarni ajoyib qilib pishirib beramiz. Mana cho'qlari juda ham ajoyib bo'ldi. Rahmat. Bolalar ham top qo'ygan o'zi blogerlarimiz. Yangi bloger.
Ona kesalarni kuchi bo'ladi. 3-4 yildan keyin blok yurgizib boshlamoqchi. Ha, xudo xolasa. Bu yerga elegantda o'sha bola kutib olasizlar, kesalarimiz tashada. Yoqayapti balki uni havo. To'g'ri uyqum kelyapti lekin. Shuncha uxlagan bo'lsam ham yana uyqum kelyapti. Nimagaligini bilmadim. O'zi dam olishga borgan odam mazza qilib o'yin kulgi qilamiz deb o'ylaydi. Lekin kelgandan hamma uxlaydi. Sababi nima? Ha, uzoqdagan ularni ham ko'rsatgan, qo'shnilarnikini ko'rsatgan. Biz hozir yangi dachadamiz. Albatta keyingi oylarda xudo xolasa avgust oylarida bu dachamiz eng chiroyli dachalardan bittasi bo'ladi. Tashlarimizni ko'rsatsin, tashlarimizni boy. Kim qildi bu shashlik? Ha, buni mehr bilan qildik, hammamiz kelishib. Ma'lumot qilgan boshqa. Faqat ana Nursultonga respekt, mazza qilib yeb top deganimiz deganda. Azza. Kelinglar. Dam olamiz. Hammaga shunaqa dam ordiq nasib qilsin. Ana ertalabdan qolgan ovqatni suzib, yeb, xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Buni Muhammad, Sanjaram uyqudan turdi. Nima qilish bilmay yuribdi. Shashqalar, qo'llarni tutib. Dan ertalabdan qovunni bir o'zi yeb yotibsiz. Qanday ichilsa bo'ladi buni? Manzara juda ham chiroyli ertalabdan. O tarafda fontan otilyapti. Agar barchaga qiziqadigan bo'lsa, mana. Anchagina fontan mo'ljallab yo'lga qo'yishibdi. Baraka topdirlar. Juda ham chiroyli manzara mana. Mollar maza qilyapti. Gap yo'q. Mana Baxmaldagi safarimiz ham xudo xolasa qariyapti. Suvni ovoziga 5. Idish tovoqlarni yuvayapmiz. Qatig'imiz qotdi faqat. Qovunni bir o'z yeydigan shunaqa Tashlamoqchi. Qovun yesangiz sahar ye. Assalomu alaykum. Uyg'ondingmi? Yetim yurdingmi qatyapti? Yo'q. Ayya. Qovun yesang haligi nima? Betu jumaji. Naka. Shunday. Mana bu yerda Sanjar bilan Nursulton uxladi. Hamma narsa turibdi. Sizlarga hozir zo'r joy ko'rsataman. Bu yerda fishkasi kecha biz maza qilgan joyimiz. Buni o'zlaringiz yana ham kelib turib kattirsalaringiz bo'ladi. Ya'ni hozir ham xudo xolasa 8 bo'lsa ertalab shunday kunlar isib boshlayapti. Chunki quyosh bu yoqdan tiniq chiqayapti. Mana bu yerdan o'zimiz uchun chiroyli qilib cho'milishga joy qildik kecha. Ha. Top qo'yganmiz, yotib va bemalol cho'milsa bo'ladi. Ana yerda anchagina malinka ushlashgan, o'tga to'lib qolgan tozalab qo'ysa, katta chepti deydi, 2 ta, 3 ta, 4 ta harfi yetalab deydi. Mana bu yerda mazza qilib cho'milamiz. Sizlargacha keladigan qilib qo'ydik. Yotsangiz bo'ladi. Qarasangiz xalafonni ko'tarib, yana tagiga toshlardan qo'yadigan bo'lsangiz, yana ham kengroq bo'ladi. Mazza cho'milsa bo'ladi. Ungacha hozir ovqatlanib olamiz, suvlar ham isib qoladi. Yog'i mazza bo'ladi. Ketishda oldin bir salqinlanib olsak, ajoyib bo'lardi. Kelaverasizlar. 24 soat 1:20 mobaynida mana bunaqa yam-yashil o't faqat Baxmalda bo'ladi. O'sha biz taraflar sap-sar bo'lib ketgan. Mana shunaqa o't qalligini qaranglar. Tabiat zo'rda.
Endi navbat ovqatga. Hammaga omad. Xo'p, aka, yaxshi bo'ldi. Xo'p, qolay, yaxshi bo'ldi. Gapirdimmi, gapirmayman. Ular deb olam rozi. Men o'sha kelam makoniga. Makoniga tushmaymiz. Yaxshi o'taman. Yaxshi vaqt qo'yasan. Nega mamnun? Yaxshi chiqdi. Sen ko'tarib qo'y. Taşkandan öyle tasın. Su var, tasın. Bir de gözü bakıyor. Gerçekten kolay.
Hadi bir şey yapalım. Açıp yeter akıllı. Şurada getirdim. Bu finalde mı zaten? Cevaptan yok. Oldu mu? Şimdi basın.